Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Jamoat arbobi marhum Abdulikim Boqiy Eltabirni aslash faoliyati o'tkazildi. Sharq Turkistondagi tutqunlarning majburiy emgak silinayotganligi xalqaro diqqat qo'zg'amoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqunay Iso Efendi Qatarning bosh elchisiga rahmatini bildirdi. Misr Rafah chegara eg'izini atdi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsiri məzmunlarında bolsun. Jamoat arbobi, shoir, Uyg'ur davası yo'lida harmay talmay kurash qilgan milliy inqilobchi marhum Abdulikim Boqiy Eltabirning vafotidan keyin 25 avgustda Abdujalil Turan apandi va Aziz apandining o'rinlashtirishida Istanbul Selim Pashada do'stlari, o'quvchilari va bir qism Uyg'ur sarxillarining daqamda bo'lish natijasida Abdulikim Boqiy Eltabirning hayotini aslash faoliyati o'tkazildi. Faoliyat so'z qilgan doktor Hoji Qutlug Abdulikim Boqiy Eltabirning hayotini bir ikki jumla bilan so'zlab bo'lolmaydiganligini ta'kidlab, marhumning hayotini qisqacha aslab o'tdi. Shundaqla Hamidxon Ko'kturik Turkiyadagi ish faoliyatini aslab o'tdi. Abdulaziz doktor Abdurahmon Jamal Qashqari xayrlik duolar bilan faoliyatni tamomladi. Yuragimizdan ustozimizni eslaymiz, shayxinimiz uni yalg'iz bugunla emas, davomli uning vafot bo'lgan kunlarda, tug'ilgan kunlarda eslab turamiz va buningdan keyin shunga o'xshash ustozlarimizni xotirlash va qadrlashni davomlashtirsak, hammanglarga rahmat. Amerikadagi Jungo Puhrolar kuchi nomli Xitoy o'kitish tashkiloti 22 avgust kuni Sharq Turkistondagi fabrikalar haqida doklad e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlaridagi Uyg'urlarni to'qimchilik fabrikalarida majburiy emgak silayotganligini, Xitoy hukumati Uyg'urlarni bostirish strategiyasining bir qismi sifatida Xitoy o'lkalaridagi asosliq to'qimchilik va kiyim-kechak korxonalarini Sharq Turkistonga o'tkazganligi bildirilgan bo'lib, lagerlardagi 3 milliondan ortiq Uyg'urning ko'p qismi haqsiz yoki arzon emgak kuch sifatida majburiy ishga solinmoqda ekan. Mazkur tashkilot doklad e'lon qilish munosabati bilan Washingtonda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, axborot yig'inida Puhrolar kuchi tashkilotining muavin raisi Xan Lianchov haqda yolg'onchilik bilan to'ldi. Ko'z yoshi, qon ter va issiq qon bilan yug'urildi. Shunga Xinjiangdan paxta, to'qimachilik mahsulotlarini import qilishni to'xtatishning vaqti keldi degan. Hozir Sharq Turkiston majburiy emgak orqali Xitoyning eng chong paxta ishlab chiqarish maydoniga aylangan bo'lib, paxta ishlab chiqarish miqdorining 84% ni tashkil qilgan. 3 chong to'qimachilik shahri, 7 to'qimachilik sanoat rayoni, bir to'qimchilik markaz qurilgan ekan. Haqsiz emgak kuchi bilan ta'minlash uchun ishlab chiqarish binktuanni asos markaz qilib, nurg'un cho'ng tipdagi turmalar qurilib, yo'l yasash, to'qimchilik ishlari, shundaqla paxta terish uchun bo'zyer echish, sug'urish aslahalari to'liq bo'lgan zamonaviy dehqonchilik maydonlarini qurish ishlariga majburlanmoqda ekan. Mazkur fabrikalarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning bir qismi Amerika, Yevropa bozorlariga selingan bo'lib, Burberry, Calvin Klein, Hugo Boss, Armani qatorli xalqaro markalarni o'z ichiga oladi ekan. Doklad qayd qilinishicha, Sharq Turkistondagi lager tutqunlarining majburiy emgak silinayotganligi xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'ashi bilan Xitoy hukumati zavodlarning ismini o'zgartirish, tarmoq shirkatlarni ko'paytirish qatorli vositalar orqali yuz berayotgan majburiy emgak silish qilmishini yushurmoqda ekan. Avgust kuni Berlinda chaqirilgan xalqaro yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqunay Iso Efendi Qatar amirligi davlatining Berlinda turishliq bosh elchisi Saud bin Abdurrahman As-Sani bilan ko'rishib, Qatarning Xitoyning hozirgi Uyg'ur siyosatini qo'llab qo'ygan imzosini qaytarib olganligiga rahmat etdi. 1989 yili G'arbiy Germaniya bilan Sharqiy Germaniyani ayirib turadigan tamchi qilib, ikki Germaniya birlashganligining 30 yilligini xotirlash uchun o'tkazilgan mazkur yig'inda Dolqunay Iso Efendi Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan siyosatini qo'llab, 37 davlat, keyin 50 ga yetgan davlatlar bilan birlikda qo'ygan imzosini qaytarib olgan Qatar amirligining Berlinda turishliq bosh elchisi bilan ko'rishib, Uyg'urlarga vakolatan rahmat etganligini, bosh elchimi Uyg'ur musulmonlarga zulm qilayotgan Xitoyni qo'llashning tarixiy xatolik bo'ladiganligini, davlatining buningdan qaytganligi uchun xursand bo'lganligini, yig'in jarayonida uchrashgan musulmon davlat elchilarining o'zlarining shaxsiy nuqtasidan Uyg'urlarga istoshlik qiladiganligini, lekin davlatlarning siyosatiga bir narsa demaydiganligini bildirgan. Misr hukumati Isroilning muhosirasi ostidagi G'azzaning dunyoga chekitilgan birdan-bir chegara ishga hisoblangan Rafah chegara yig'izini taqib etishni qaror qildi. G'azzadagi Ichki ishlar ministrligi yozma bayonot e'lon qilib, Misr doiralarining bugundan boshlab Rafah chegara yig'izini 3 kun taqib etishni qaror qilganligini uqtirib, taqib etish sababi to'g'risida ma'lumot bermagan. G'azzaga ichilgan 7 chegara yig'izining Misrning kontrolli ostidagi Rafahdan boshqa 6sini Isroiliya kontrol qilgan. Isroiliya o'z kontrolligidagi chegara yig'izlarining 4ini uzun yillar ilgari taqib etgan bo'lib, savdo mahsulotlarini o'tkazish uchun Karam Abu Salimni, yo'lovchilarni o'tkazish uchun Bayt Hanun chegara yig'izini turli shart cheklamalar ostida ichib kelmoqda ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Alloh qamonet.